Rossiyada o'zbekistonlik yuk avtomobili haydovchilari ommaviy ravishda to'xtatilmoqda va deportatsiya qilinmoqda. Rossiyada migratsiya qonunchiligining kuchaytirilishi oqibatida Markaziy Osiyolik yuk avtomobili haydovchilari qiyin ahvolga tushib qolmoqda. So'nggi haftada Rossiya politsiyasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan haydovchilarni xalqaro yo'llarda yuk tushirish joylarida hamda maxsus turargohlarda to'xtatib, protokol tuzib, jarima solish va deportatsiya qilish holatlarini kuchaytirgan. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, politsiya ularga 90 kunlik qoidani tatbiq etmoqda. Yangi tartibga ko'ra 2025-yil 1-yanvardan boshlab vizasiz davlatlar fuqarolari yil davomida jami 90 kundan ortiq bo'la olmaydi. Ilgari ushbu muddat 180 kun edi. Biroq yuk avtomobili haydovchilari bu qoida doirasiga kirmaydi, chunki ular Rossiyaga mehnat faoliyati uchun emas, balki tovar yetkazib berish va xalqaro tashish maqsadida rasmiy bojxona hujjatlari bilan kirib chiqishadi. Shunga qaramasdan Rossiya politsiyasi ularni deportatsiya qilish bilan tahdid qilmoqda. Ko'p hollarda haydovchilarga 5 yoki 10 kun ichida mamlakatni tark etish buyrug'i beriladi. Ba'zilari esa majburiy ravishda samolyotda uyiga qaytarib yuborilayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik haydovchilardan biri shunday deydi: "Biz mehnat muhojirlari emasmiz, faqat yuk yetkazib beramiz. Rossiyaga 10-15 kunga kelib qaytib ketamiz. Endi esa bizga 90 kun bo'ldi deb aytishmoqda va deportatsiya qilishga harakat qilishmoqda. Mashinalarimiz qolib ketmoqda. Hatto faqat tunda harakatlanishga majbur bo'lyapmiz, chunki kunduzi barcha o'zbek furalarini to'xtatishyapti." Ularning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston elchixonasi ham ularning murojaatiga javob berishmayapti. Elchixonaga qo'ng'iroq qilamiz, telefonni ko'tarishmaydi. Yordam so'rasak turli bahonalar aytishadi. Biz O'zbekistondan mevalarni Rossiya bozorlariga olib kelamiz, ya'ni mamlakatimiz eksportida qatnashamiz, lekin elchixonadan foyda yo'q, deydi haydovchi. Ayrim haydovchilarning aytishicha, Rossiya politsiyasi ularni nazoratdagi shaxslar ro'yxatiga ham qo'shishgan va natijada bank kartalari bloklangan. "Kartamni bloklab qo'yishdi, solyarka ola olmayapman. Bank politsiyaga yubordi. Ular esa sen ro'yxatdasan, mamlakatdan chiqib ketishing kerak deyishdi. Biz faqat tranzitda o'tamiz, lekin ularga buni tushuntirishning foydasi yo'q. Endi pulimiz ham tugayapti. Yordam so'rab qolamiz. Bizga yordam qilib, masalamizni ijobiy hal qilib berishsa yaxshi bo'lar edi", deydi yana bir boshqa haydovchi.